Assalomu alaykum, pichoq ishqibozlari. Sizlarga yana bir partiya tayyor pichog'imizni ko'rsatib o'taman. Ko'rib bir baho berib ko'rasizlar. Bularimizni tig'lari klapi nejava ekan bo'lgan, qoramaydi ham, zaynamaydi ham. Ko'ringlarchi akalar, o'zim ham ko'ryapman, aynan bo'lib ketgan yaltirab. Soplari siski stabil ekan akalar. Xizmatlarga latulla qo'yib qo'yganmiz, bir yutkalar qo'yib qo'yganmiz. Ko'ringlarchi akalar, nima deyapti bu? O'rtaga ham go'zal ishlangan pichog'imiz, neavishni. Вообще ham go'zal ishlangan akalar. 10 dona tayyori bor. Kimga shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilasizlar. O'zbekiston bo'ylab dastlabkamiz bepul. Tig'lariga ismlaringizni, logotiplaringizni tushirib beraveramiz akalar. Ko'ringlarchi. Bunisi panjalisi akalar. Tepalariga aralash chiqarib qo'yganmiz. Sopi panjali deyiladi mana. Barmoqlardan naq tushadi. O'tda ham go'zal ishlangan pichoqimiz. Bunisiga mana aralash chiqarib qo'yganmiz akalar. Assalomu alaykum. Ko'ringlarchi. Nima deyapti? Qo'lga e'tibor bermaysizlar, ishni hozir tugatdim. O'tda ham go'zal. Tepalarga marjonlar chiqarib qo'yganmiz akalar. Ko'ringlarchi, nima deyapti bu ishimiz. Narxlari $50 dan bo'ladi akalar.